Birgina taqvo sizni umidsizlikdan yengillikka olib chiqadi. Yo'llar yopilgan, imkonlar tugagan, nima qilishingizni bilmay turibsiz. Ammo lekin agar sizda taqvo bo'lsa, mo'jizani ko'rasiz. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi. "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kim Allohga taqvo qilsa, unga har holatda chiqadigan yo'l beradi. "Va yarzuquhu min haythu la yahtasib." U o'ylamagan joyidan unga rizq beradi. Insonmizda ko'pchilik holatlarda o'zimizga suyanamiz, yori do'st, qarindoshlar, pulimizga, kuchimizga suyanamiz. Lekin bular hamma vaqt ham yordam beravermaydi. Taqvo kabi qudrati yo'q bularni. Siz o'zgaring, siz taqvo qiling, Allohning va'dasi o'zgarmaydi. Allohning va'dasi Qur'onda boqiydir. Taqvo sohiblariga hamma vaqt Allohning najoti yetishadi.